Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2026 yılı 4 ayning 18 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sadiq 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Bugun jami 4 cho'ng mazmun bor. Birinchi mazmun yana Uyg'ur Project Fondi haqida bo'ladi. Xabarlarda biz bir faoliyat ulashtiryapmiz bu yil İstanbulda 20 sessiya degan faoliyat. Hazır maqolalarni baholash bosqichiga keldik. Bu bosqichda hozirga qadar bizga jami 26 parcha maqola keldi. Yeni 4 maqola yo'lda kelyotdi. 4talarni sal kechikib qoldi aslida 3-31 kuni topshirib bo'lish kerak edi maqolani. Shunday qilib jami 30 parcha maqola. Oldingi 2 qatimki bu faoliyatda qolgan vaqtimizda 44 atrofida maqola kelgan, bu yil 30 parcha. Demak, chet eldagi Uyg'urlarning ahvolida hozir o'zgarish hali bo'lyotdi. Bu hammamiz tushunishlik. Vaqt o'tishi bilan har xil o'zgarishlar bor hozir. Shunga bu ahvol shu bu yilgi İstanbulda 20 sessiya faoliyatida biroz aks etyapti. Shundaqmi hozir qadar maqola o'tgan va bundan keyin o'tmoqchi bo'lgan qarindoshlarga ko'p rahmat. Men o'tgan qatimli videoda sizlarga o'zimniki 2 yig'inga qatnashganligimni degan. Uning birisi lazer nuriy quroli haqidagi bir yig'inga 3 kun yig'inga qatnashganligim degan. Bir gapni unutib qolibman. Hozir bu lazer nuriy quroli va mikrodolqin quroli bu 2 qurollar taraqqiy qildirish esas bosqichini yutib bo'ldi allaqachon. Bo'libmi bu yil hozir shu yaqinda Ironda bo'layotgan urushda mushta qurollar ishga solindi, ishlatildi. Bo'libmi Isroiliya mushta qurollarni ishlatdi. Shunga hozir texnologiya jihatdan bu jihatdagi texnologiyalar allaqachon pishib bo'ldi. Buni sizlarga deb qo'yishni unutib qolibman. Lekin bu jihatdagi taraqqiyot tadqiqot ishlari to'xtab qolmadi. Amaliyotda intan burunqidan har qanday vaqt qaraganchadan zo'r kuchayib ketdi hozir. Shunga diqqat qilsanglar, xalqarada mush sohadagi ilmiy yig'inlar ko'p hozir. Oqaqadim bo'lyotdi. Shunga buni bir deb qo'ydim. Ikkinchi mazmun chet eldagi Uyg'urlar haqida. Nima Shveysariyaniki Janubbiy shahrida turishliq Davos dunyo iqtisod munbiri har yili bir qatim yosh dunyo rahbarlarini baholab tanlab chiqadi. Bu yil qizimiz Arfiya Eri mushu tanlashda dunyoviy yosh rahbarlarniki biri bo'lib tanlandi. Bu bir zo'r xo'sh xabar biz uchun. Arfiya qizimizga muborak bo'lsin. Men undan intayin xo'sh bo'ldim. Amanlı bizler kızımızın şuna basınlar göstereyim. Hazır Yaponiya Tashqi ishlar ministrniki muavin ministri derecalik vazifada turibdi hazır. Bu yaxshi xabar. Endi nachar xabarmi bor? Yaqinda Amerikaniki Washington rayonida yashaydigan do'stimiz Abdukim Idris Rushan Abbas sonimizniki yo'ldoshi, xonimniki yo'ldoshi Malayziyaga bir palat qilib berdi ekan. Bağa vaqtida uni Malayziya hukumati tutib olib 21 kun sulab, ondan keyin Amerikaga qo'yib o'tibdi. 3-ayning 30-kuni Amerikaga sog'-salomat qaytib kelibdi. Abdukim do'stimiz aslida bu yerga Xitoylarniki irqiy qirg'inchilik, Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligini pash qilish, mushaqda leksiya so'zlash, undan keyin o'ziniki kitobiniki tahdid Xitoyning islom dunyosini mustahkamlashtirishi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi degan bir kitobi bor. Abdukim inimiz yozib e'lon qilgan. Şu kitapniki Indoneziya tili nusxasini e'lon qilish shu faoliyatlarga berdikan, uni Malayziya hukumati tutib olib 21 soat sulab, ondan keyin Amerikaga qaytarib o'tibdi. Bu ishlarniki hammasi
Xitayning besimi bilan bo'pti bu ish. Xitayning besimi bilan bo'pti. Bu ish demoqqa unda qarashda bir yomon ish, lekin bu shu ahvolning o'zi hozir dunyoda yana bir cho'ng ta'sir g'ulg'u qo'zg'adi Xitoyga qarshi. Xitoyniki naqadar vahshiy razil ekanligi haqida. Shunga meniki o'zimniki farzcha bu yomon ish yaxshi ishga aylandi deb o'ylayman. Tutilg'ini endi Abdülkerim inimiz hadi cepalarını tatlıya kısan hadi eğirçli falan lekin o kuruq ketmedi dep oylayman. Onu ki nayte yaxşı Uygurlar için yaxşı faydası oldu dep oylayman. Yeni bir iş yakında bo'lgan Gollandiyada 5 aprel günden başlap Gollandiya Uyghur Birleşmesi futbol komandasına ulaştırılışı bilen 3. növbetlik Ümit Lonkisi futbol müsabakası ötküzülüptü. Bu faaliyetke 7 komanda 60'dan artık mahir katlaşıptı. Katlaşıp müsabakalarına ait kızıp degendek bir isli faaliyet oldu. Mübarek olsun. Bunda işini kılmak asıl emez, lekin Uygurlukni yaşlarga ötküzüp biriş, yaşlarını Uygurluk hissiyatı bilen terbiyeleş. Bu işlerde müştah faaliyetinki ahmeti, kıymeti intayin zor. Şuna ben bu işine ulaştığım kırdaşlarımıza köpük rahmet eğitimen. Anındakin bu yaşlarımıza mübarek olsun. Endi vatan hakkında. Vatan hakkında hazır yakın vatanda bu atkan bir ahval. Şu turma lagerlarda bir mezgil turup keyin qo'yib berilgan Uyg'urlar. Bu Uyg'urlar hozir intayin qattiq kontrol ostida ekan. Shu shochi deydi, mahalla hukumatlariniki boshliqlari mushlar tarafidan qattiq kontrol qilinib turibdi. Uniki birisi har 10 oilaga birdan mas'ul qiladigan ahvolni angladim yaqinda. Yana birisi Muşu turma lageri yetip çıkan Uygurlar eğer bir yere bağmakçı olsa çokum mahalle kadrlarındaki ruhsatını ediş gerekken. Hazır bu ruhsatını ediş intayin telsizlik etipti. Nemişka handak desenler. Bu iş şu mahalle kadrlarındaki bayılıp semirişige bir vasıf olup aygıldırıptı. Mahalle kadrları şu yerdeki saçlarla birleştirip Müştak bizge mandıgan Uygurlar eğer ruhsat so'rab kelsa bulardan para aldı ekan. Para bermese ruhsat ediş mümkün emas. Aşnan bilan mahalle shochi kadrlari intayin semirgat qilib turibdi hozir saqchilarga qo'shib. Andikin bu bichara Uygurlar beguna turma lagerlarga kirib necha yillarni ashada o'tkazib, endi chiqib, endi bir o'ziniki bir hayotligini saqlay desa, ma bir o'tgandan o'tmesi bo'lmaydigan bir holat shakllanib qolibdi. Bu bir Uyg'urlar uchun yana bir cho'ng fojia. Shu chet elda ish olib borayotgan tashkilot va Uyg'ur faoliyatchilari bo'lsa, mush ishlarni tilga ko'proq osonlab faoliyat jarayonida. Dunyo bilsa buni. Uyg'urlarga mushlar qo'shlab ziyonkashlik qilish ishlari yuz berib bordi. Ma bicharalar lager turmida ko'rgan kuni ozdak hozir chiqib o'zining jonini saqlash imkoniyatlari shunchalik hareketli turibdi. Muşakta biraz iş qilgan bo'lsanglar. Hozir vatan haqida sirq chiqayotgan videolarning ko'pinchisi Xinjiangning ahvoli yaxshi deganni tashkil qilgan videolar bo'otidi. Sizlarga buniki men bir misolni ko'rsatib berey. Buni nimaga chiqarib qo'ygan? Ben Facebook chiqarib qo'yapman bundan narsalarni. Bütün videoların içinde hazır şu vatanlık ahvalini ko'rsatadigan videolarni aytdi. Maxsus emgakchilar bayrami to'g'rilab, Puljiga sayohat do'lashtirildi. Salom do'stlar, xushimsizlar. Men Sumayya. Bugun do'stlarga Narat yayliqi, Sayram ko'li, Qudus qo'riqi, Kundalang, Gozgo ko'rki qatorliq joylarning avtobuslik 4 kunlik sayohat liniyasi olib keldim. 4-oyning 28-kuni, 5-oyning 1, 2, 4-kuni Urumchidan yo'lga chiqadi. Berib kelish kerakki, yotoq. Bu videoni
Anından keyin yana bir video chiqdi yaqinda. Uyg'urlarniki hozirgi ahvolini 他 ko'rsatib 坐 turgan. 在角落，像个被世界遗忘的孩子，光脚踩在冰冷的地砖上，偷偷地抹着眼泪。没有乞讨，没有哭闹，只是默默地扛着生活给的所有委屈。你有没有遇到过这样让人心酸的瞬间？想给他买点吃的，但是我俩沟通不了。你吃饭了没有，朋友？啊？吃饭了没有？没有啊。不吃饭，我请你吃饭。 Çünkü bu video Uyg'urlarniki hozirgi ahvolini nihoyatda yaxshi ko'rsatib ekan. Hikoya film emas, haqiqiy ko'rinish. Nihoyat ta'sirli, menga shu ta'sir qildi bu. Ondan keyin yana bir video chiqdi yaqinda bir Uyg'ur kitobxonasi haqida. Bu video, bu kitobxona bizim vatandami yoki ishga o'lkadimi bilmadim, ammo shu vatandimiki deb o'yladim. Bu videomu 10 ming qatimdan ko'p ko'rildi. Köyge en çok kavapkan boşu şu. Bu ilgilik 10 bin pifan çıkıyordu. Bu ilgilikle zaten kim çıkıyordu? Kanda test çıkıyordu. Boşu hakimiz Abdülhamid Kanlı'da çıkıyor ayıca hazırmış. En çok kavapkan da Türkiye'nin boşu şu kavapkanlardı. Hatta bu hançilik kuyruğunun gözün bacı çoğunlukta kavapkanlar. 10 bin pifan. Hançilik adam işin olsa ki. Polis kendini getir. Başbakanlık olup atıp fırından ülkeleri. Vermem 300 şimdi alıp derinleştirmesi şıkırlaştırması işte. Sizden şu şimdi alıp bekliyorum. Ondan keyin 1989 yildagi Qashqar shahriniki bir ko'rinishi, bir video chiqdi yaqinda. Buni Facebookga chiqarib qo'ygan, buni 9700 dan qatim ko'rilibdi. Bizga tunish bo'lgan vatanni bir tarixiy videolarda ko'rgan bo'lib qoldik. Nihoyat qisqa vaqtdan ichida. Mana bu Uyg'ur mahallasidagi bir ko'rinishi, Uyg'urlarniki yezini o'ldirib shundaqki, biz mustaqillarda cho'ng bo'lgan. Hozir buni ham shu videoda ko'ryapmiz. Erteden o mikrofon takaşı onu tıkattı ben geçiyorum. Ovazım bana. Sizden şu şimdi alıp Ondan keyin yana bir video vardı. Lagerden çıkan Uygurlarniki. Andaki yakında yana bir xil resimlar taqaldi. Nihoyat yosh erlardan ayrılıp kelib, shu erlarni saqlab turgan Uyg'ur qizlari. Ma'nodaydi biz yoshlik baharimizni, yo'ldoshimizni saqlashga otagan gullardan debdi.
Mağarasında 27 yaşında erimden ayrılıp 14 yıl saklaydıgan bir göl depti. Bana da men yoldaşımdan vakitlik ayrılıp gelip 5 bala hem anam hem dada bulup kütüşke hem saklashqa atıgan bir gülmen depti. 9 yıl oldu depti. To'qqiz yıl ötdi, ömrüm 4 balani bekish saqlash bilan ötdi. Yana 6 yıl bor, ömrüm yetamdi deydi. Ömrüm yetamdi bilmayman deydi. Biz yoshlik bag'rimizni, yo'ldoshimizni saqlashga ham kutishga otib etgan bir jup gullar biz. Marısınanki yüzünü sızıptım, resimlerini imda aldım. Zümrət Davut sınavımızdaki Facebook'dan yüzünü sızvetmegen resimlerini tarqaldı WhatsApp'larda biraz. Endi ularniki eğer bir xatarlik tasirlikte aşıp kalsa tasir etip oldu da o'ylayman. Yan bir ahvolni deb qo'y vatan haqida. Ehsan Gatman degan bir kishi bor, bir mutaxassis. Menimcha bu odam Kanadada yashaydi. Men bir qatim bir videolik suhbat politikada qatnashgan so'zlikchilarning birisi bo'lib, ishga a'zo yetkash masalasi haqida. Bu kishi 2014-yili qasab qo'yib turgan qasab qo'shash qasab degan nomda bir kitob chiqargan. Yaqında yeni bir kitap çıkardı. Şinjan resmiyetleri degan, Şinjan resmiyetleri degan bir kitap. Şinjan Procedure. Bu keng kitabı da yine şu Falun Gongchilar, Uyg'urlar, Muşaniki ishki a'zolarini yetkash Xitoyda ishki a'zo sodisi mushtaq ishlarni qattiq pash qildi. Bu yaqında bu kitap endi bir cho'ng g'ulg'ul qo'zg'adi. Mesela ikişen kösüpüyeyi. She describes a series of medical labs below a concentration camp. 4 stories down. Every day that she worked there, there'd be 8 or 9 bodies. Sometimes it was as many as 20, almost always young. What this woman described is not an isolated incident, but part of a larger system, according to investigative journalist Ethan Gottman, who has been researching forced organ harvesting in China for nearly 2 decades. He's the author. Anadakin o kitapniki burunki çıkan kitabım abi. Anadakin şu ma videoda çıkan yemir adam. Can Jekelek degan adam. Bu adam Yahudi. Bu adamın yakın bir kitabı çıktı. Killed to Order degan gap. Bu nima desangiz xuddi bir siz restoran kirib bir tamoq buyurtisiz, tamoq buyurtgandan keyin tamoqni itib chiqib beradi. Ma kitapniki ismi nima desanglar, Kill to Order degan gap. Siz bir ishki a'zo buyurtisiz, undan keyin ishki a'zolaringizga bir odamni o'ltirib a'zosini akib beradi degandek bir mazmunda. Madem o Can Jekelek burun o'zi mendan talab qilib biz nimada Twitterda do'st bo'lib davomli bir narsa yazsa, men aytdi, men Twitter chiqib taqib yurdim. Bu kishiniki bu kitabımı yaqinda intayin cho'ng ta'sir qo'zg'adi. Bu kitapniki biraz oq ko'rinishi bor. Uning bu desanglar nimada sizlarga ozroq bir deb beray. İsrail'de bir ish bo'ldi. Şu 2008 yıllarını kesel aldıdırak. İsrailiyada bir ishki a'zo saqlayotgan bir adam, uzun muddat saqlab turgan ishki a'zoni. Mesela chiqib qachon almashtirman deb. Keyin u a'zo shu tursa bir turib, undan keyin bir kunsi doktorga debdi. Endi meni saqlash tizimidan chiqarib o'tinglar. Menga ishki a'zo chiqdi.
Ben ikki haftadan keyin Xitoyga berib, Jungoga berib, ishga almashtirgan bo'ldim deb. Shuna degandan keyin bu doktor hayron qolibdi. Doktorning ismi Lavi degan bir doktor. Nayta hayron qilib bu qanday ishlab keyin biroz tekshirib qilsa bu Xitoylar işte ishga sotadi ekan, oldin Allah bir odamga to'g'ri keladigan ishga zalarni tayyorlab qo'yib, tirik odam millatda ishga mening bilishimcha bir adam o'lsa yoki o'ldirilsa, o ishga azasini elib yana bir odamga silishdan burun jami saqlab bo'ladigan vaqtning uzunligi around 12 soat. Unda uzun saqlab bo'lmaydi. Saqlasa ishga aza pika olgan gap. Şu qanday qilib ishga yapdan keyin san ishga azarni saldigan ishlar bunday bo'ladi deb bu odam keyin buni tekshirib Xitoyda mushtar ishlarning bo'layotganligini aniqlab 2008-yili Isroiliyada ishga a'zo yurtkash qonuni degan bir qonun chiqarib Isroiliya grajdanlariniki Xitoyga berib ishga a'zo almashtirishni butunlay cheklayotgan Isroiliyada. Mavo Jan Chekilek degan kishi mushu ishlardan boshlab bu ishga a'zo almashtirishni tekshirib maktabni yozib chiqdi. Xitoy Kompartiya hokimiyatining ishga a'zo sodasini qaysi darajaga olib qolganligi haqida. Buniki ishga a'zo manbalarininki birinchisi Falungonchilar, ikkinchisi Uyg'urlar. Ashta qilib yaqinda bu kitobi chiqib, bu kishi nurg'uyalarda so'zlab Xitoyniki mushu vahshiy ishini dunyoga pash qildi. Hozir pash qilyotdi. Shunga bu ikki kishilarniki bu jihatda nayt to'ps cho'ng bo'yotdi. Uyg'urlarning beshiga kelgan ig'ir kunlarni dunyoga unutish jihatda shunga bu narsaga bir deb qo'ydim. Endi bugun so'zlaydigan 4-mazmun dunyo haqida. Tünögün Amerika ve İran her iki taraf Hormuz Boğazı'ndaki Hormuz Boğazı'nın iç vetkerliğinin cakaladı. Her iki taraf tanım cakaladı. Şunun bilen tünögün Amerika'daki payçak bazarda payçakın bazısına şiddetlerini östü. Dünya bazarda neftin bazısı düştü degandek tünögün bir hoş haber çıkan bir gün oldu. Ondan burun dastlabda İran Hormuz Boğazı'nı toskan. Bir yandan fakat İslam ös bo'lmaydi deb tosib oldi. Keyin Amerika yani İran'ın qo'ldan tortib olib, Amerika tosib yani agar kimki İran bilan sodlash uchun kelgan har qanday farqniki bu yana o'tishiga bo'lmaydi deb tosib oldi bu yani. Endi xabarlarda bor İran bilan eng chong savdo qiladigan davlat Xitoy. Açta boğaçqa Xitoy intayin tiplab ketdi. Amerikada soğandan keyin. Şu yerden bu Xitoy İran'daki çumakçılarını iş qilib Amerika bilan suhbat o'tkazmaymiz deb Pakistan'da bir suhbat o'tkazdi. Lekin bu suhbatda İran'dan suhbatga kelganlarniki amaliyotda hech qanday huquqi yo'q ekan. Hech qanday ishni qara qilish huquqi yo'q ekan. Amerikadagi muavin prezidenti Vance bo'lgan yerga ahvol uqqandan keyin bu odam Amerikaga qaytib keldi. Bu suhbatda tinch chiqmadi. Ashta bo'lib tugab ketgandi. Shunga bu ishlarda Hormuz Boğazı'nı Amerika to'sib olsa, eng chong ziyon bo'lgan davlat birisi Xitoy, ikkinchisi İran. Nimishqa deganda İranda chiqayotgan neftlarni futur tushib akitish kerak ekan. Agar o bo'g'oz to'silib, mayni sirtib chiqaramay, bu may chiqaradigan zavodlarni vaqtincha taqab qo'yish to'g'ri kelib qolsa, İranga ziyon intan cho'ng bo'lib ketadi ekan. 30% ziyon bo'lib ketadi ekan. Uni qayd etish uchun. Ashta bo'g'ashqa buningga Xitoymi chidimidi, İranmi chidimidi, ashtadan oxiri tunugunkidek mishta bir ikkisi tang echib etishga to'g'ri keldi bu ishni. Lekin bu urush butlay tugdimi degani tugmaydi. Hozir bu ishlarning hammasi eg'zoki. İran mı açtı, Amerika mı açtı Hormuz Boğazı'nı. Hem işte eg'zoki. Amerika hazır mı askerlerini saqlab turibdi. Eğer qog'oz yuzida qog'ozga kelishimga imzo qo'ymoqchilik biz bu yerdagi o'zimizning harbiy holatini saqlaymiz deb Amerikani so'qqan yo'lash shu. Tunugun yeni xabarlar chiqyapti. Hozir İran endi Amerikaniki hamma shartlariga bo'ysunibdi. Hatta şu yadro bombası işleydiğen
454 kilogram may. Mush mayni Amerikaga birdigan, Amerika uni Amerikaga ekchadigan bo'pti degan gaplar bor. Bu to'g'riliq Trump ozroq gapirdi. O Trumpning gapi bu atgan pomu yoki rasmida qo'llanmaydi. Hozir bu jihatdagi bir cho'ng masala nima desa, İranniki bir qism eng yuqori darajalik rahbarlari o'ldirildi İranniki. Qilib qolganlari nechaga parchalanib ketibdi. Birisi qilgan qarorni yemisi e'tirof qilmaydi ekan. Ashning bilan hozir İranniki rahbarlik qatlamida intayin ig'ir qilamqanchiq bor. Ashta bu boshqa bu İranga vakolatan gap qilayotganlar Qasi guruhininki gapi u zodi İran hukumatiga haqiqiy vakillik qilamdi, qilamamdi, bu ishlar qat'iy aniq emas. Shunga bu jihatda bir cho'ng qarang'ulik bor. Umumiy vaziyatni aytgan chog'da biraz yaxshilanish tarafga ketyotdi, lekin hech qanday ishda haqiqiy jazmlashgani yo'q. Hozir ahvol sharaf turibdi. Yaqında Amerika Xitoyniki İranni izchil qurol bilan ta'minlab kelayotganligini bayqadi. Bayqab Xitoyga ogohlantirishdi. Ogohlantirishgancha Xitoyning ismini bevosita atamay, ba'zilar atadi. Xitoyniki nima ish qilayotganligini biz obdan bilamiz, dedi masalan Rubio dek boshliqlar. Lekin Trump agar kimki hozir İran bilan sodlashsa, İran bilan hozir sodlashayotgan davlatga 50% chira beji qo'shiman deb shunday deb e'lon qildi. Amaliyotda bu ish asosan Xitoyga qaratilgan. Xitoy İran bilan bo'lgan savdo munosabatini to'xtatmadi, shunga bu narsani e'lon qildi. Endi bu yerda sizlarga bir narsani deb qo'ydim, mana burunmi degan Xitoyniki bir 2000 yillik, ya 2000 yillik emas ekan, 1900 yo'q. 1911 yili. Bu Xixu Shui degan bir nazariyasi bor Xitoyniki. Buni Li Zongwu degan Xitoy o'tirg'i chiqargan ekan. Menga 1911 yil deb yozibdim men. Bu to'g'ri emas deb o'ylayman. Buniki tarixi uzun. Xitoy shu butun xalqaro munosabatlarda shu qilin qara nazariyasi degan shu nazariya bo'yicha ish qilyotdi. Lekin buni dunyo ancha uqmaydi. Men anlasam bu nazariyadan Amerikaning xabari bor ekan, hatto West Point'ning shuni uyida ekan deb anladim. Lekin Xitoyniki bu qilib ketayotgan ishlarga dunyo parvo qilmaydi keldi. Bu qilin qara nazariya. Bu nazariya nima desanglar? Bu nazariya bunday deydi. Sen o'zingning maqsadga yetish uchun seniki yuzing deydi. Qilin bo'lish kerak. Sening yuzing qilin ammo suzuk bo'lish kerak deydi. Qilin ammo suzuk deydi. Buniki eng yaxshi misoli bankalardagi aynak. Bankalarga kirib pul olsanglar, shu aynak bor, aynak intan qilin, bunda qilin aynak bor bu yerda. Bu aynak suzuk, qilin ammo suzuk. Shunga qarshi tarafdagi odamlarni ko'ralaysan. Xitoylar deydi, sening yuzing ashta qilin ammo suzuk bo'lish kerak deydi. Lekin hamda seniki yurking qora ammo rangsiz bo'lish kerak deydi. Suv rangsiz, masalan suv o'xshash. Yurgin qora bo'lsin deydi, niyating qora bo'lsin ammo rangsiz bo'lsin, haqlar ko'rmaydigan bo'lsin deb shunlaydi. Ashta bu boshqa xalqaro munosabatda Xitoy yuzini daptaq qilib, hech qanday numus bu degan axloqiy o'lcham, bu degan narsalarni bilan qarqib ish qildi bular. Lekin buni dunyo bilinmaylam hozir. Dunyo o'ziniki ilg'or madaniyati, o'zining ong'ishligiga tayanib ish qildi. Xitoy bo'lsa, yuzini qilin qilib ishini qilaverdi. Mushtaq sabablar tufaylidan yaqinqi 10 yil mobaynida Amerika izchil turda Venezuela, Rossiya, İran'a o'xshash davlatlarga embargo qo'yib keldi. Embargo qo'yib, ularniki neft eksport ishlarini cheklab boshlab keldi. Ammo ashta qilgan chog'da Yevropadagi angliq ellar, madaniyatli ellar
bu qo'yilgan embargoga amal qilib, mayli u Amerikada qo'yilgan bo'lsin yoki BDTdan qo'yilgan bo'lsin, bularga amal qilib shu bo'yicha ish qildi. Lekin Xitoy bu davlatlar bilan bo'lgan savdoni qat'iy bo'shashtirmaydi. Bo'libmi neft import qilgan ishni qat'iy bo'shashtirmaydi. Bu yerdagi vahshiy ahvol nima desa, bu davlatlarga embargo qo'ygandan keyin u davlatlar meni sirtga chiqarmaydi. Lekin Xitoy buni AQSh bilan ilaverib, intayin azam bahoda oldi. Masalan, agar bir chelak xalqaro bozordagi bir chelak mayniki bahosi $60 bo'lgan bo'lsa, Xitoy $20 bilan oldi. Shuning bilan Amerika va BDTlar mushu davlatlarni jazolash yuzidan embargo chiqardi. Anlık Allah bunga amal qiladi. Xitoy bo'lsa AQShdan oladi, elib aslidagi mayna bahası $60'lık mayni $20'dan aldı degan gap. Ashta qilib intayin cho'ng foyda olib keldi. Xitoy mushundaq Xitoyniki samirib ketishdagi bir cho'ng sabab shu. Mashta bo'lib keldi. Endi bu qitim Amerika mushu AQShni to'sib hozir. Shunga İran'daki bo'layotgan neft savdosi jihatiga ishlar o'tganda Venezuela'niki boshlig'ini Amerika tutdi. Rossiyani zangni bilasizlar. Rossiyaga cheklim qo'yilayotgani uzun bo'ldi. Mushlarning hammasida Xitoy hozir burungi nayt zo'r foyda oladigan ahvoldan nayt cho'ng ziyon tortadigan, hatto iqtisodiy neft energiya yetishmas sababidan iqtisodiy ahvolda nayt zo'r besim uchrayotgan bir ahvol shakllandi hozir Xitoyda. Nima Trump 5-oyda Xitoyni ziyorat qilaman deb da'vatida hozirmi? Agar bu haqiqatan yuz berib qolsa, u yerda qiziqarli ishlar yuz berishi mumkin. Shunga bu ishlarni biz yaqindan kuzatamiz. Men sizlarga bu jihatda uchurlarni berib turaman. Hozir mustaq paranlar bor. Ko'p hozir Trump haqiqatan da'vatida 5-oyda Xitoyga borman deb. Endi bu yerda bir narsa xil aniq. İran'ın işi oxirlashsa, Amerika o'ziniki bütün kuchini Xitoyga qaratadi, deyilyapti. Analizlar bu gapni deyapti. Amerika yaqinki ahvollardan keyin Rossiyaniki Ukrainaga hujum qilishi, hozirgi maoshlardan keyin Trump Amerikaniki davlat mudofaasiga ajratadigan pulni $800 milliard $1,5 trillion o'stiraman. Yeni qurollar ishlab chiqaraman deyapti. Bu jihatda Amerikada intayin kuchli iqtisodiy harakat bor. Men buni hammasini kuzatib turibman. Ammo shu qurol sohasida Amerika bu jihatda yana mushtarab qarab ketyapti hozir. Dunyoda yana qaytadan qurol musobaqasi, harbiy musobaqa shakllanyapti hozir. Yaqinda bo'lgan yana bir ish Vengriya, Hungary. Vengriyaniki prezidentlik saylimi bo'ldi. Bu saylam aslida prezidentlik saylami emas, parlamentlik saylam ekan. Xos partiya ussa, shu partiya o'ziniki boshlig'ini davlatniki prezident qilib saylaydi ekan asli. Endi aslidagi nimaniki Vengriyaniki burungi prezidenti Viktor Orban degan kishi bu Fidesz degan partiyaniki boshlig'i. Bu adam 16 yıl huquqli adam Xitoyga vahshiy amroq. Xitoy vahshiy amroq nashrning oldida nimada Vengriyada Budapestda Tsinghua universiteti deyman mening ismini qilishcha. Tsinghua universitetidagi 5 yo'lini quramiz deb shunda qaror qilgan chog'da Vengriyaliklar intayin cho'ng ko'lamda namoyish chiqib, buni qarshi turib, uni to'xtatib qo'ydi. Bu kishi Xitoy shu darajada amroq. Tas qoldi. Tsinghua universitetidagi bir sho'basini Budapestga qurg'idi bu odam. Endi yana bir tarafdan shu nima Yevropa birligi ichida Amerikaniki hozir Iranning qotgan ishlarini qo'llagan Yevropa birligining birdan-bir a'zosi shu Vengriya. Mush adam Viktor Orban ayta boshqa Trump buni aytib qo'llab shu bu qatim saylanda yeni shu Orbanni saylanlar deb Twitter abonasiga yozib tushgandi Trump. Lekin bu odam saylanmay, uning o'rniga Tisa partiyasi degan partiyaniki boshlig'i Peter Magyars degan odam chiqdi.
bu Peter Myers degan odam Trumpni yaxshi ko'rmaydi ekan, lekin Xitoyni ham yaxshi ko'rmaydi ekan. Xitoyga qarta burundan tortib tanqidiy yo'lda kelgan odam ekan, bu Orbanni tanqid qilib. Shunga Vengriyaniki Xitoyga tutadigan pozitsiyasida o'zgarish bo'ladi deb qaraydi kishilar. Bu qatim saylovda Peter'niki partiyasi 199 parlament a'zolaridan 138 nutdi bari. Nayt cho'ng. Uftish bo'ldi xuddi yapniga o'xshash. Ashtamandan uftib chiqdi. Shunga ammo Peterning chiqishi bilan Yevropa birligiga bo'lgan siyosat, Xitoy bo'lgan siyosatda hali zo'r o'zgarish bo'ldi deydi Vengriyaniki. Yaqin bo'lgan yana bir ish necha kun oldida Isroiliya bilan Libanon ikkisi urush to'xtatdi jami 10 kun. Buning asosiy sababi Amerika bilan Iran o'rtasidagi kelishim tuzish ishi. Mush ishi bir taraf bo'lib qo'ychilik, urush qilmay turamiz degan 10 kunlik urushni to'xtatish kelishimi tuzildi. Buni amal qilolmaydi. Bu kelishim o'sha 4-16 va 7 kunlari unumlik bo'ldi, ish qilinibdi. Hozir Germaniyaniki boshchiligida Yevropada bir gap chiqyotdi. Amerikasiz NATO qurimiz deydigan. Bu nima desa, hozir Trump yaqinda yoki Amerikaniki NATOga birdigan yordamni qisqartimiz yoki NATOdan chiqitimiz deb propoz qilyotdi, bir mazgil qilyotdi. Bundan Yevropa birligi norozi bo'lib, NATOni Amerikasiz bir Monreal degan parolni o'tirib chiqarildi hozir. Oxiri qanday bo'ladi uqilmaydi. Bu ishninki boshlangichi Germaniya. Germaniya yaqinda Ukraina bilan harbiy kelishim tuzdi. Harbiy qurol ishlab chiqarish jihatlarida. Germaniya hali aktiv rol o'ynayapti hozir. Endi yaqinda yana bir parollar chiqdi, shu analizning ichida. Xususan Hormuz bo'g'izida birdam echib, birdam taqab, Iran birdam echib, birdam taqab degandek anda farqni o'tkazamiz, bunda farqni o'tkazolmaymiz degan gaplar bek bo'lgan. Yaqin o'tib chiqqan gaplar bu suv ostidagi bombalar, portlaydigan bombalar. Buni ishlab chiqarishda Xitoyning to'pisi bek cho'ng ekan. Bir qism bombalar Xitoynikiga Amerikaning qo'liga tushibdi degan gaplar bor. Men bu ishlarni jazmlashtiramadim. Dikkatlashlar gaplar bor ekan, EM-52 degandek boshqalardan nima oqsida chaqpiligi bor, mana bizga mang'allaydigan bomba ekan. Bunday bombani jiroqdan boshqa bo'ldi ekan. Amaliyotda nimishqa Iran anda farqni o'tkazmaymiz, mana o'tkazmaymiz deydi desanglar, bu so'zsidagi bu bombalarni boshqa bo'ldi ekan. Xas farqni portlatish, xasini portlatmaslik to'g'riliq. Yaqinda bu gaplar o'tirib chiqdi. Andan keyin mushtaq bombalarniki hammasi Xitoyda ishlab chiqargan degan gaplar o'tirib chiqqan. Buga men tekshirib baktım. Bu to'g'riliqdagi rasmiy jazmlashgan isbot yo'q ekan. Lekin Irondagi mush bombalarni ishlab chiqarishiga Xitoyniki nihoyatda zo'r yordam qilganligi aniq. Men buni tekshirib baktım. Yaqinda Amerikaniki moliya davlat xazinasi sekretari, treasury sekretari Scott Bessent degan odam Xitoy haqida zarhga qildi. Odam deydi, Xitoy ishengili bo'lmaydigan bir shirik, boshqa qarashlardagi shirikchiligini isbotladi. 3 ishda. Bunun birisi Xitoy virusi jarayonida Xitoy shu virusga bilan munosabatlik dora asbob narsalarni kontrol qilib oldi. Dunyoga sotqilmay. Ondan keyin kam tepildigan metal, rangli metal, kam tepildigan metal ishida uni sotmaymiz deb dunyoga propoz qilib, u chaqdim o dunyo bilan hamkorlashmadi deydi. Hamkorlashmadi. Endi hozir bo'lsa nefit ishida yeni dunyo bilan moslashmayotdi. Mana shu Amerika o'rtaga chiqqan siyosat, narsalar talab, bu narsalarga hech hammasida Xitoy qarama-qarshi yo'l tutib,
dunyo bilan hamkorlashmayotdi. Ishda Xitoy dunyo bilan hamkorlashmadi. Dunyo ishonchlik sherik emas degan narsani o'tirib qo'ydi. Yaqinda bo'lgan yana bir ish Amerikaniki Oliy sudi Trump chiqargan chegara bejini qonunsiz deb chiqardi. Shuning bilan hozir qadar yig'ilgan chegara bejini qaytaradigan bo'ldi Amerika. Üsüm bilan jami 166 milliard dollar ekan bu. Buni qaytaradigan bo'ldi. Bu yerdagi bir echinish ahvol nima desanglar, Amerika chegirasidan Amerikadan chekirgan import qilingan mallarga chegara beji qo'shgan chog'da bu mallarniki bahsi o'sib ketdi. Amerikadagi sotiladigan mallarning bahsi o'sib ketdi. O pulni biz to'ladik. Biz burun 10 dollarga aldigan narsani masalan 15 dollardan aldigan bo'lib ketdik Amerikada. Ashta qilib bu pulni biz to'ladik. Bu pul Amerikaniki hukumatning ancha kirdi. Hozir bu pulni Amerika mal ishlab chiqarganlarga qaytardi ekan. Masalan Xitoyga o'xshashlarga. Shuning bilan bu yerda bir nihoyatda cho'ng bir adolatsizlik mavjud bu ishda. Men buni tahlilchilardan anladim. Rost ashta qilamni tekshirib kelmadim. Rost ashta bo'lgan bo'lsa, bu yerdagi ziyon tortqichi Amerikaningki puhralari bo'ldi ekan. Hukumatning ziyon tortmaydigan foydalanuvchi Xitoydek Amerikaga nihoyatda zo'r ko'lamda mal import qiladigan, eksport qiladigan davlatlar bo'ldi ekan. Mesela bir bo'ldi yaqinda. Endi hozir chet eldagi Uyg'urlar bizda hozir tiz o'zgarish bo'lyotdi, ruhiy jihatdan, psixologiya jihatdan. Yaqinki Iron bo'layotgan ishlar. Odam qanday hissiyati bo'lsa muvofiq bo'ladi. Nihoyatda o'zini uchun bir to'g'ri yo'l tepishni tasavvur ketib bordi hozir. Bizning xo'shalligimiz yo'qolib ketib bordi. Xo'shalligimiz yiltizdan qurib ketib bordi. Burunga o'xshamaymiz hozir. 10 yildan burun qattiq o'xshamaymiz. Bizning xo'shal qiladigan ish intayin oz. Xo'shal bo'lsaqmi, 10 yildan burunqidek xo'shal bo'la olmaymiz. Men Yaponiyada o'qib, keyin Amerikaga kelib, Arliqda 89 yilga deb Amangulni akagali Amerikaga bordim. 91-yilda qizimni akagali Urumchiga bordim. 91-yilda qizimni akagali yana bir qatam bordim. Shu chog'da o'z vatanninki tuprog'ida uxlash yaxshimisi. Qanchalik zo'r baxt ekanligini his qilgan. Chet eldan uxlab boqmagan. Urumchiga berib shu orada uxlab tashlab bo'lgan. Hozir endi shu chog'lardagi xo'shal bizda bo'lgan xo'shal bo'lgan ishlarda bo'lgan xo'shallik. Hozir yo'q qilaman, kamasga ketgandek his qilaman. Qat'iy bir o'zimni xo'shal qilgan ishni topman deb shunda o'ylayman. Topmoq tez. Hozir Ironning ishidan boshqa bo'lyotdi. Qas ishga xo'shal bo'lsak, qas ishga xo'shal bo'lmaydi degandek. Argıl olmaydı. Bunun da minik üzerine iskığının bir çoğun sebebi ne dese, hazırgıçılık otur şerhteki ellerindeki judgesinin bir iş bu cihette Amerika intayın aktif. Küçükken bir iş boğazlamken, bereplamken, bombardıman kılıp, asker çıkarıp, o bu kılıp açta kılırdı. Lakin, eğer obdan oylap bakadığım olsak, İran'daki Amerika'ya saldırgan tehdidi ve dünya saldırgan tehdidi bilen Xitayning Amerika'ya savatgan tehdidi buzg'unchiligi ve dünya savatgan tehdidi buzg'unchiligi selishtirib bakadigan bo'lsak, Xitay İran'dan kam deganda 100 eski. Dünyanın nurg'un narsani o'zgartirib etdi. Hozir Amerikaning nurg'un narsani o'zgartirib etdi. Hozir dunyoda chiqayotgan qalamuqanchilik, razil ishlarning asasen hemsinin deginde Xitay var. Lakin Trump yine Xitay'nin Xi Jinping benim en yeni dostum, en yaxşı dostum deb aşağıya kaldı. Xitay Uygurlarni lagerlarga ustashga başlagan chaqda Trump seninki müştaq qilishingga ehtiyojim bor. Biz to'g'ri tushunamiz degandek gapni qilgan. Hozir qadar Uygur masalasida Xitoyga bir ay eg'iz norozilik bildirib boqmadi. Biz xo'shal bo'lmayotgan ahvolimiz shu. Dunyo shunchalik adolatsiz bo'lib ketdi.
aslida Xitoy dunyoning dushmani Xitoy edi. Lekin bu Xitoyga yana hech kim uncha qattiq chaqilmay İran bilan Azerbayjonga olib ketib bordi. Uni oldida boshqa ishlar bo'lgan endi shu muddatda mashni. O'zim mana his qildim. Nima uchun biz hozir burunqidek xushal bo'lolmaymiz? Hozirgi yaqinga chiqqan, dunyoda chiqqan qanchalik adolatsizlik ishlar tufaylidan Uyg'ur masalasi muhimlik darajada g'az tufaylab ketyapti. Xitoy bizim vatanda qilishni qilaveryapti. Albatta sizlarga ko'rsatdim videolarni, rasmlarni ko'rsatdim. Bizning ahvolimiz intayin nachar. Nufsimizni yerimdan yo'qotib qo'ydik. Shuni yaqinda shunday o'ylab qoldim. Shuni sizlarga bir digim kelib qoldi. Bo'ldi. Bugungi videomiz shunchalik bo'lsin. Kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Bugun intayin aytgan qildim. Soat 8 bo'libdi. Soat shanba kuni aytgan soat 6:30da turib tayyorlik qilib ishlarni qilyapman. Bugun ishim bor edi, shuni aytgan qilmasam bo'lmaydi. Bo'ldi. Kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.